Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha o'chog'imiz tayyor bo'ldi. Qozonimiz ham o'zgacha. Tashqaridan ko'rgan odam buni, shunaqa ham kichkina o'choq qiladimi?" deydi. Adashasizlar, bu rosa mos qilingan, chunki qozon o'zi shunaqa ekanda, bir ingichka, bir boshqacha qozon ekan. Men shuncha yillik staj bo'lib turib, shunaqa qozonni ko'rmagan ekanman. Buni namanganlik akamiz olib keldi. Shunga mos o'choq yasab beringlar deb, mana rosa mos yasalgan. Bu nimaga moslashgan deb so'rasam, navot qilishar ekan, qiyom bilan. Qiyomdan navot qilishar ekan, shunaqa qilib, mana xuddi aytgandek qilib yasab berdik. Kimga shunaqa noan'anaviy mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar, yasab beramiz mana. Keyin bu o'choqlarimiz ham bor. Bular ham zakazga upakovka qilib qo'yganmiz. Bunga 4 tasi birda 4 ta qozon tushadi. Qalinligi ham 8 likda bo'lgan, o'ta qalin. 15-20 yil qamallama ishlaydi. Egasiga borganda ham yangidek boradi-da, shuning uchun upakovka qilib qo'yganmiz. Mana shunaqa qozon, o'choqlar yasaymiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, yasab beramiz, mana. O'zigacha qilib yasalgan. Mana mashlar ham hammasi zakaz. Upakovka qilingan narsalarimiz hammasi zakazga ketadi. Bu kichkinaroq. Bunga 3 ta qozon ketadi. 3 tasi birda. Bu 3 tasi birda o'choqlarimiz 1 million so'm bo'lyapti. Mana 4 tasi birda o'choqlarimizni 1 million 400 mingdan qilib beryapmiz. Hammasi qalin. 6 lik, 8 likda qilinadi bizda. Uzoq yillar xizmat qilish kerak mana. Upakovka qilgan bu chiroyli o'chog'imizga 50 litrdan 22 litrgacha ketadi. 6 xil qozon ketadi. Qozonlarimiz ham bor. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, chiroyli qilib yasab yetkazib beramiz. Keyin bizda yetkazib berish xizmati qanaqa ishlaymiz? Misol, zakaz qilasiz, hech qanaqa pul to'lamaysiz oldindan. Mahsulotimiz yetib boradi, ko'rasiz. Aynan siz xohlagan, siz istagan mahsulot bo'lsa, keyin pulini sanaysiz. Ungacha hech qanaqa pul olinmaydi, keyin yetkazib berish xizmatli bizda. Misol, yo'l kirasini kelishilgan holda jo'natib yuboramiz. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'onaning Chimyonida joylashgan. Aloqaga chiqaverasizlar.